Hammaga assalomu alaykum va sizlar bilan nefrologiya biz o'z videomizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz bosh orqali qo'shilgan tian egzaklari haqida bo'ladi va bu ilmiy tilda kraniofagus deb ataladi. Quyidagi rasmlarda shu kasallikka misollarni ko'rsangiz bo'ladi va bu nima sababdan kelib chiqadi deb qarasak, bunda o'sha homilador bo'lgan vaqtda zigota kech bo'linadi yoki umuman bo'linmasdan qolgan holati bo'lishi mumkin va natijada egizaklar to'liq ajralmaydi va shu holatda ikkita egizak bir-biri bilan yopishib qolishi mumkin. Xo'p, bunga ko'ra bosh orqali qo'shilgan egizaklar ikki xil bo'lishi mumkin. Faqat bosh suyaklari orqali qo'shilgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam miyasi ham, qon tomirlari ham qo'shilib ketgan bo'lishi mumkin. Endi buni qanaqa qilib davolaymiz, qanaqa qilib chora ko'ramiz deydigan bo'lsak, bunda operatsiya o'tkaziladi, lekin har doim ham emas. Ayniqsa miyasi, qon tomirlari qo'shilib ketgan egizaklarda operatsiya juda ham murakkab va hatto o'tkazib ham bo'lmaydi. Endi biz kanadalik Hoganlar haqida gaplashib o'tamiz. Hoganlar, bu Krista va Tatiana Hoganlar, bular bosh orqali qo'shilgan tian egizaklari hisoblanadi va ularda nafaqat kalla suyaklari, balki miyasi, qon tomirlari ham qo'shilib ketgan va ular biri ko'rayotgan narsani, biri his qilayotgan narsani ikkinchisi ham his qilishi mumkin. Tajriba o'tkazilganda birini ko'zini yopib turib, ikkinchisiga boshqa narsa ko'rsatilganda ko'zi yopilgan egizak ham o'shani nima ekanligini aytib berolgan. Bu kasallikni kelib chiqmasligi uchun nima qilish kerak? Xo'p, profilaktikasini ko'rsak, albatta sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. Birinchi o'rinda ayol chekmasligi, sog'lom turmush tarziga rioya qilishi va ko'pgina vitaminli sog'lom mahsulotlarni iste'mol qilish kerak bo'ladi. Va keyingi o'rinda esa infeksiyalardan saqlanish kerak bo'ladi. Va keyingisi esa bu kasallikni ertaroq aniqlansa, ya'ni homiladorlik vaqtining erta haftalarida aniqlansa, balki chora ko'rib, yanada yaxshiroq holatga o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.